Kima g'iybatimmi? Oyoqqa turishimga imkon beringlar deyapti. Onamga aytmay, men o'zim borib aytaman deyapti. Yoshlarda ko'p noto'g'ri yo'lda. Lekin biz imkon bermayapmiz ularga. Kim biladi, sevishasan, tashab ketadi, kimdir haqorat qilib ketadi, kimdir orqangdan bir olam gap gapiradi. Bunaqani og'ir eshitish, bunaqani hazm qilish oson emas. Lekin onaga borib aytalasan bunaqa gap. Aytolmaysan. Bo'lishib, kecha maqtab keluvding, bugun bunaqa deyapsan. Endi unaqa yuk bilan yashagan odam baxtiyor bo'lib yashaydimi? Hammaga men yashadim, bu ham yashasin-da deydi. Bir-birimizga og'ir qilaversak, mana shu ahvol bo'laveramiz. Bir-birimiz yukimizni yengillatmagungacha mana shunaqa bo'laveradi. Voy ko'rdingizmi qizingizni? Voy balonchi bilan ko'rdim, falon yerda bilasizmi? Yo'qmi? Men aytmayman, xo'p, deb ko'shading. O'g'lingiz falonda qilmishadi. Nima qilasan yarasiga tushib? Oqmagan suvni balig'i sassiq bo'ladi. Yuribman-da. Oqmagan suvda baliqdek suzib, sasib bir joyda.